Dada, çöçek anlayma. Mon çöçek etipbe. Boludu balam, boludu. Ben sana şu hazırlam Dilala çöçeklerini koyup bere ya. Omaqlarım, keşkanlar xayrlik bolsun. Bugün ben sizlarga Fransiya çöçki ötük kiygan müşkni aytib beraman. Amisa, quloq selib anglanglar, ha? Fransiya çöçki ötük kiygan müşk. Bir tugmanchi ilkida bor bo'lgan jami mulki, bir tugman, bir eshak va bir mushkini 3 o'g'liga miras qoldiribdi. 3 akfuka bu narsalarni nihoyatda tesla bo'lishyapti. Tunji o'g'il tugmanni, o'tirinchi o'g'il eshakni olibdi. Kenjisiga bo'lsa mushuk qolibdi. Kenji o'g'il eg'izga olg'uchiligi yo'q bu mirasni elib ko'ngli qattiq yerim bo'pti. Cho'ng akam bilan o'tirinchi akam sheriklashsa, yomon emas tirikchilik qila oladi, debdi u. Biroq men-chu, mushukni so'yib, terisini yoqiliq qilib oldim degandim-u, oqibatda hamon ochliqdan o'lib ketgudakman. Mushuk bu gapni anglabdi-yu, anglamaganga selibapti. U tamkin va jiddiy qiyofatda: "Sen boshqa turib ketmagin, xo'jayinim. Manga bir xalta, yana bir jup o'tik berib, ixtiyorimga qo'ysanglar, so'nga tekkan bu mirosning uncha valanajar emasligini ko'rib qolasan", debdi. Xo'jayini uning deganlariga ishinib ketmasimi, biroq bu mushukning chashqan tutgan chaqlarida ishlatgan ajoyib hunarlarini, yana texi havo topan bo'lib olganligini yoki uning ustida o'lgan bo'lib yetib olganlarini ko'rgan ekan. Shunga u namratlikdan qutulib qolishimga yordami tegib qolsa ajab emas deb o'ylabdi. Mushuk kerakli narsalarga erishibdi. U o'tikni kiyib, xaltani bo'yniga esib, oldi putlari bilan xaltaning sho'ynasini tutib, motorani qiyofatda: "Xo'jayinim, men potorda qaytib kelaman. Men seni dunyodagi eng boy odamga aylantiraman", debdi. U gapini tugatib, mardona qadam tashlab yurib ketibdi. Mushuk yo'lda ketayotganda burkut bilan uchrashib qopdi. "Nega mongding?" deb so'rabdi burkut. "Xo'jayinimni dunyodagi eng katta boyga aylantirg'ulamoqdim", debdi mushuk. "Degining kelgay", debdi burkut mushukka. Mushuk bir o'rmonlikqa yetib keldi. Bu o'rmonlikda to'shqan jig' ekan. Mushuk xaltiga biroz ko'rishga piki va uzun selib qo'yibdi. Andin o'z o'lgan bo'lib yetib elib, bu dunyoning hiyla mekrlarini belishga texi ulgurmagan yosh, nodon to'shqanlarning qo'rsaqimi bilan xaltiga kirishini kutishga boshlabdi. U amdala yetishiga omid kapdi. Bir tantak to'shqan xaltiga kiribdi. Mushuk sho'ynini birla tatgan ekan, to'shqan qechishga ulgurolmay xaltiga tushib qopdi. Mushuk qilcha rahim qilmay uni bo'g'ib o'ltiribdi. Mushuk xushalliqida qin-qiniga patmay qopdi. U to'shqanni ko'tarib, o'rdiga beribdi va o'rdi qaravullariga o'zining podshoh bilan ko'rishadiganligini aytibdi. U qasrga boshlab kirilgandan keyin podshohga rason kelishtirib bir ta'zim qilib etib: "Oliylari, men xo'jayinim Markus Karabaning topshiriqi bilan bu yovu to'shqanni janoblarga taqdim qilg'ili keldim. Oddiy ko'rmay qabul qilg'aylar", debdi. Markus Karaban degani mushukning o'z xo'jayiniga qo'yib olgan ismi ekan. "Xo'jayiningga aytib qo'y", debdi podshoh. "Uning sovg'ati meni intayin xushal qildi. Uningga rahmat." Atsi mushuk etizliqqa berib yetibdi. Qo'lida yana yiliqi og'zi ochiq xalta bor ekan. Ikki bo'dina xaltaga kirgan chog'da mushuk sho'ynani bir tartib ikkisini tutibdi. Andin oldingi qitimga o'xshash bo'dinlarni podshohga sovg'a qilibdi.
Padişah bu sovg'atni xo'shallik bilan qabul qildi va mushukni bir muncha pul bilan tartiqlabdi. Mana shu tariqada mushuk 2-3 oygacha xo'jayinning nomi bilan podshohga o g'animatlarni sovg'a qilib turibdi. Xanish bu mard ochiq qo'l mo'tivarga qiziqib qopdi. Xo'jayining yosh kelishganmi? deb so'rabdi Xanish bir kuni mushukdan. Shundoq oliylari u yosh kelishgan yigit bo'libli qolmay, yana tag'i nihoyatmi boy, debdi mushuk. U podshoh bilan Xanishdan fursat bo'lganda xo'jayinni qabul qilishni o'tinibdi. Mushuk qaytib kelib, xo'jayinga podshoh bilan Xanishning kunlarning birida uning bilan ko'rishgili kelishi mumkinligini aytgan ekan, yigit qo'rqib ketibdi. Ha, nima deydigan sen amdi? debdi u. Ular bu yerga keldigan bo'lsa, mening naqadar nomrod ekanligimni bilib qolmamdi. Xotirjam bo'l, debdi mushuk. Buningga mening omolim bor. Bir kuni mushuk podshohning qizini dunyo bo'yicha eng go'zal malikini ilib, daryo bo'yiga sayli qilg'ili boradiganligini anglabdi. Agar mening deganim bo'yicha qildigan bo'lsang, sening ta'ling keladi, debdi mushuk. Sen faqat o'sha daryoning men ko'rsatib bergan yerida yursangli bo'ldi. Qolgan ishlarni o'zim jo'ndayman. Yigit mushukning qandoq o'yin o'ynaydiganligini uqolmagan bo'lsa-mu, yana uning degani bo'yicha ish qildi. U daryoda yuyinayotgan chaqda podshohning mapsi bu yerdan o'tib qopdi. Mushuk jinining baricha varqirashga boshlabdi. Qutquzinglar, voy qutquzinglar. Markus Karaba tunjiqib o'lay deyotdi. Podshoh varqirashni anglab, mapining derisidan beshini chiqarib, pat-pat yovvoyi hayvonlarni ovlab akilib beradigan heliqi mushukni tonib qopdi. U darhol yasovullarni Markus Karabani qutqizishga buyuribdi. Yasovullar Markus Karabani qutqizib chiqqanda, mushuk mapining yiniga berib, "Shoh oliylari, xo'jayinimni apu qilg'aylar, shafqat qilganlarga rahmat aytqili oldilariga kelolmaydigan bo'ldi", debdi. "Nemishqa? Xo'jayinim yuyinayotganda o'g'irlar uning kiyim-kechaklarini olib ketibdi. Shundoqmi? Bo'ldi, g'am qilma." Podshoh mulozimga o'z kiydigan bir yurish chiroyli kiyimini akeldirib, Markus Karabaga hadiya qildi. Markus Karaba bu kiyimlarni kiygandan keyin texmi chiroyli bo'lib ketibdi. U podshohning oldiga keldi. Podshoh uningdan qizg'in so'rabdi. Podshohning qizi bu yigitni yoqtirib qopdi. Yigit hurmat va muloyimlik bilan malikaga boqqanda, malika uni qattiq yaxshi ko'rib qopdi. Podshoh bu yigitning qanchalik boy ekanligini tekshirib boqmoqchi bo'pti. Shuning bilan u yigitni mapisiga o'ltirg'izibdi. Mushuk mapining oldida o'ynaqshib yuguribdi. Ancha o'tmay, u bir muncha dehqonlarning o't o'rayotganligini ko'rib qopdi-da, ularga: "Agar sizlar podshohga bu o'tliq Markus Karabaning demaydigan bo'lsanglar, go'shinglar qiyma qilib etildi", debdi. Darvaqa podshoh o'tloqdan o'tib ketib, bu o'tloqning egisi kim ekanligini so'rab qopdi. Mushukning gapidan qo'rqib ketgan o't o'rg'uchilar birdek ovozda: "Bu o'tloq Markus Karabaning", deb javob beribdi. Mushuk davomliq oldida yugurib mengibdi. U bug'doy o'rayotgan bir muncha dehqonlarni ko'rib, ularga: "Agar sizlar podshohga bu bug'doyliq Markus Karabaning demaydigan bo'lsanglar, go'shinglar qiyma qilib etildi", debdi. Ancha o'tmay, podshoh bu yerga yetib keldi va bug'doyliqning egisini so'rabdi. "Markus Karabaning", deb javob beribdi o'rmichilar. Mushuk yo'l bo'yi mapini orqada qoldirib yugurib, kimni uchirsa bir xil gapni daveribdi. Shunga podshoh Markus Karabaning boyligidan hayron qoldi. Ang oxiri mushuk hayvatli bir qal'aga keldi. Bu qal'aning xo'jayini intayin boy bir alvas ekan. Mushuk alvasiga adab bilan salom beribdi. Alvasdi: Nima ish bilan kelding mushuk?" deb so'rabdi.
Taqsir, men seni türlü hayvanlarga, mesela şör bilen pulga özgürelaydı dep anladım. Lekin mening dostlarım seni çaşqanga o'xshash kichik hayvanlarga özgürelmeydi deyishdi. Özgürelmigidekmenmi dexe? Depdi Alvastey terikip. Qarab tura. Alvastey şu haman çaşqanga aylanıp öy içide çepip yürüpdü. Çaşqanni görgen müşük onunğa etilipdi da kaplıqıp yevitipdi. Andın qala darvazasiga chiqib padişahni saqlab turibdi. Olaylarını Markus Karabanın qalasiga qadam tashrif qilganliklarini qarshi olamiz. Depdi müşük padişah yetib kelganda. Padişah Markus Karabanın fazilatli bo'lib qalmay, yana katta boy ekanligini bilib, qizini onunğa bermoqchi bo'libdi. Shu kuni kechda tugmanchining kenji o'g'li bilan Malikining to'y ma'rakasi o'tkazilibdi. Kech bo'lib ketibdi, endi baldir uxlanglar. Atmosh vaqtda Dilola unidar salonni ko'rishaylik.